Prezidentimizni o'zi qo'lga olmasa, huquqshunoslarimizni gapi ham o'tmayapti bularga. Ammo nazarimda bu meni shaxsiy fikrim, qo'shilmasligilar mumkin, ammo menimcha bugungi kunda jarima qarorini rasmiylashtirayotgan vaqtda ma'muriy amaliyot bo'limida o'tirgan o'sha mas'ul xodim deymizmi, yollanma ishchimi hech qanday holatni analiz qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri jarima qarorini rasmiylashtiryapti. Ya'ni o'sha haydovchini harakatiga bir huquqiy baho berilayotgani yo'q deb hisoblayman. Rasmiylashtirilayotgan jarimalarning ko'pligidan shunaqa xulosaga keldim. Ya'ni tasdiqlab o'tiribdi faqat. Qani tahlil, qani analiz, haydovchini harakatidagi xavfli qilmish qani? Deylik, haydovchi miltillayotgan sariq ishorada harakatni davom ettirdi. U to'xtay olmadi. Harakatni davom ettirdi. U sun'iy tirbandlikni yuzaga keltirmadi. Harakat xavfsizligiga tahdid solmadi. Avariyaviy holatni yuzaga keltirmadi. Savol: agar u hech kimga zarar yetkazmay, xavfsiz harakatlanib, avariyaviy holatni, sun'iy tirbandlikni yuzaga keltirmasdan manyovrni davom ettirib tugatib qo'ygan bo'lsa, unda nega uni jazolash kerak? Nega unga nisbatan ma'muriy jarima qo'llash to'g'risidagi qaror rasmiylashtirilishi kerak? Qani uni xatosi? Nega qo'li quruq baravar yonish kerak? Bizda tushunmayman. Nima uchun? Nima uchun qonunlarni faqat shu nima desam bo'ladi? Zarariga ishlatamiz. Nimaga o'zi shundoq ham mukammal qonunlarni xunuk tomondan ko'rsatamiz odamlarga? Ko'rib qo'y, bu juda ham nima desam bo'ladi? Shafqatsiz hujjat, bu shafqatsiz qonun, bu faqat jazolash uchun yaratilgan deb ko'rsatamiz. Jarima to'lashga tayyormiz, to'layapmiz agar qayerdadir qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan bo'lsak. Ammo mana bunday zarurati bo'lmagan paytlarda jarima qarori rasmiylashtirmaslik ham mumkin-ku. Yo nima? Qo'li quruq baravar yonish kerakmi? Yo qonunlarimiz shu faqat muttasil 24/7 faqat jazolash kerakmi? Ertalab turib yuz qo'lni yuvib, hatto choyga o'tirmasdan, ya'ni nonushta qilmasdan turib, ayrim odamlar telefonni ochib, jarima keldimi yo'q tekshirar ekan. Bu hayot mazmuniga aylanib qoldi. Ya'ni jarima keldimi, kelmadimi? O'zi qoida buzmagan. Shunaqangi bir ichki ishonch bo'ladi. Ammo mana shunday bahsli jarimalar ko'pligidan balki kelib qolgandir deb ham tekshiryapti odamlar. Kim biladi, balki yozib yorgandir deb. Men bilmadim, jarimani tekshirish, jarima keldimi yo'qmi degan bir xavotir bilan yashash, bundan boshqa tashvishlarimiz ham bor-ku demoqchiman. Bundan boshqa o'y tashvishlarimiz, rejalarimiz bor-ku. Faqat umrimizning mazmuni jarima to'lashdan iborat bo'lish kerak emas. Aynan mana shu yashildan keyingi miltillayotgan sariq ishoraga rasmiylashtirilayotgan jarima qarorlari boshqatdan bir isloh qilinishi kerak. Nima uchun chiziqlar uchun jarimani bekor qildik? Nimaga? Chunki reglament asosida chiziq chiza olmadi. Mas'ul organ ham, tadbirkor ham eplab chiza olmadi. Qaytanga jazo uchun atayin noto'g'ri chizish holatlari ham kuzatildi. Bu isbotlandi, internetda mana videolari bor. Mana bu miltillayotgan sariq ishoraga harakatlangan holatni ham bir tahlil qilinglar. Xavf bormi u yerda? Haydovchi kimnidir manfaatlarini buzdimi yoki yo'l harakati qoidalarini qo'pol buzib, qanaqadir oqibatga sabab bo'ldimi bir tahlil qilinglar. Endi kelgandan tasdiqlamasdan, tushunaman, bu yaxshi narsa tasdiqlash. Lekin bu haydovchilar hamjamiyati ham odamlar-ku, ya'ni ular ham qaysidir ma'noda foydali hamjamiyatda, ya'ni haydovchi bo'lmasa juda katta bir biznes, katta bir infrastruktura o'ladi agar haydovchi rulga o'tirmasa. Qanaqadir boykot e'lon qilib, bo'ldi, men mashina boshqarmayman deb o'tirib oladigan bo'lsa, bu ham qanaqadir rezonans keltirib chiqaradi. Ya'ni juda ham katta infratuzilmaga bir zarba bo'ladi. Lekin nega buni hech kim hisobga olmaydi? Shu haydovchi faqatgina qanaqadir bir katta bir hamyonni eslatish kerak. Shu charimli, juda ham bir chidamli bir hamyonni eslatish kerak. Ichi to'la pul bir hamyonni eslatish kerak. Yo'q, u ham individ alohida, u ham yashaydi, u ham qanaqadir o'ziga xos prinsiplari bor. Endi faqat jazolash bo'ladigan bo'lsa, bu faqat odamni bezdiradi va kayfiyatni tushirib yuboradi. Bundan boshqa qanaqadir ishod, natijani ko'rmayapman. Hozir yo'llardagi kameralar dislokatsiyasidan ular faqat qonunbuzarlikni qayd etib, jarima yozish uchun ishlayapti. Bu kameralar aslida transport oqimini boshqarish, tirbandlik va avariyalarni kamaytirishga xizmat qilishi kerak emasmi? Hokimlar bilan birga chorraha, polasa va yo'l belgilarini to'g'rilash, svetoforlarni aqlli boshqaruvga o'tkazish bo'yicha nima ish bo'layapti degan savolga menga Toshpo'latov hisobot berish kerak.
Shavkat Umurzoqov shaharda transport harakatini sun'iy intellekt asosida tartibga solish bo'yicha taqdimot qilganiga ham ancha vaqt bo'ldi. Qani natija? Tashpo'latov, Mahkamov, Tursunov, Sherzod Ibragimov qattiq tayyorgarlik ko'rsin, shu oyda alohida tanqidiy yig'ilish o'tkazamiz.